Assalomu alaykum Taqvo Mebel obunachilari, hurmatli mijozlar. Xo'p, bugun sizlarga shu 6 tali naborimizni kuxni mebelimiz obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, bu ishimizdan boshlaydigan bo'lsak, bu ishimiz 6 tali komplekt. Qo'llari, oyoqlari temir, bunisi MDF bo'ladi. Beruza faner ular. Xo'p, bu stullarimizning oyog'i temir bo'ladi. Xo'p, xonimizning razmeri 80 ga 1.37 bo'ladi. Xo'p, atlasini qilib ishlaganmiz, kombinatsiya qilib. Xohlaganlarga shu model, xohlaganlarga boshqa materiallardan ham tayyorlab beraveramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 6 tali, 4 tali, 8 tali zakazga qarab tayyorlab beraveramiz. Xo'p, bu ishimizga o'tadigan bo'lsa, bu ishimiz ham 6 talik, bu ishimiz ham oyoqlari temir, beruza faner. Xo'p, xonlar razmeri 80 ga 1.37 bo'ladi. Xo'p, bu ishimiz ham 6 talik. Zakazga qarab 4 tali, 8 tali qilib tayyorlab beraveramiz. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xohlaganlarga boshqa materialdan ham tayyorlab beraveramiz. Mabodo bu materiallarimiz yoqmaydigan bo'lsa, xo'p, Taqvo Mebel kanaliga obuna bo'ling, videomizga like bosib, mebelimizni xarid qilishni unutmang. Rahmat hammaga.